Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi reklamamiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida joylashgan Asl Stroy degan do'kondan bo'ladi. Stansiya bozorining ro'parasida joylashgan. Do'kon yaqinda ochilgan. Uy ro'zg'ori uchun kerak bo'ladigan barcha turdagi mahsulotlar, qurilish qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun ham barcha mahsulotlar mavjud. Kraska deysizmi? Aboy deysizmi? Lustra, qandil, hamma narsa bor ekan. Ustalarimiz, ustakalarimiz uchun ham ish qurollari mavjud. Ro'zg'or uchun ham kerak bo'ladigan narsalar. Sanab-sanog'iga yetib bo'lmaydi. Har xil turdagi mahsulotlar bor ekan. Jitka bo'ylarimiz. Aboyda o'zi ham bor mana akalar. Oxirgi paytda trendda chiqayotgan devorga yopishtirib qo'yadigan narsalarimiz ham bor. Ustakalarimiz buni yaxshi bilishadi o'zlari. Kreskalarda ham barcha turdagisi mavjud. Eng originallar Hayotdan boshlab uskalarlar ham bor ekan. Universal aka kanaldan keldik desalaringiz, yana ham skidkalarni qilib berishadi xudo xolisa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hurmatli obunachilar, bu akalarimizni Telegramda gruppalar bor ekan. Mana Asl Stroy deb yozsalaringiz chiqadi. Xullas uydan turib xohlagan narsani o'sha Telegram gruppadan ham zakaz qilib, bemalol uyingizgacha dostavka qilib berishadi. Universal aka kanaldan ko'rib telefon qilyapsiz deysalaringiz, yana ham skidkalari va narxlarni arzonlashtirib qilib berishadi xudo xolisa. Mana kanalga obuna bo'lib qo'yish yo'ldan chiqmasin.